Chiqaram, shashilmasdan olamiz akalar mana. O'lalar kirib Jonyo'ga ket. O'tirgin. Mana, qulluq olsin. O'tir. Zo'r akalar, mana qarib, mana go'zal. Bo'ldi, chiqdi. Mana baliq ovashni qo'ladi akalar, bomba bo'lyapti bu baliqni ko'rib qo'yinglar. San degani-yu bu. Ko'tarib qo'ying asha baliqni. Sen uchun maxsus qora ko'tarishdi. Mana akalar, mana amurlar ham bor bunday kattalari. Bittasi chiqdi buni, yana bor bundan. Qaranglar baliq. Qo'yaqib Mana yana natija. Bitta ko'rsatib qo'ying. Qulluq olsin, mana aka natija. Nechta topdi? 1 2 3 4 5 topdi. Mana akalar natijalarni zo'r qilib beryapti, xudo xolasa. Ko'paytiravringlar. Ko'p natija. Nariyada ham bo'lib qoldi mana natija. Aka, ushagan balig'ingizni ham olib qo'yaylik. Ovchi akalarimiz ko'rsin natijalar qanaqa bo'layotganini. Men hozir qolgan 50 ni tashab beraman deb siz bahovuzaligimni olibsiz-a? Dadalu, вообще zo'ru, qulluq olsin, akalar, mo baliqni ko'rib qo'yinglar qanaqa baliq olganini. Qulluq olsin aka. Baliqni 4 kilo bormi? Bor. Bo'ldi. Ana bitta ashini taroziga tortmasdan ham tashab beravering. Hozir Yetti mana katta. Bosing aka. ona tasirrufni ham shunday tashab yuboring. Mana shu kichkina tartib tushasanglar qo'yib. Xohlasa hozir taroziga qo'yib, ana ashi nimalarda ana qilib qo'yinglarda, teshikdan chiqib ketyapti. Ashini ham qo'yib yuborasiz hozir qarab turing. Ketib qoladi. Teshigini ko'tarib oling. Ana ketadi. Teshikni hozir men haqqa chiqarganda ashini hali nolovoyda ana qilib beramiz. Katta teshik bor ekan. Ashini aytayapman-da. Ashinga chiqib ketib qolyapti. Bo'ldi, mana nima qilib o tarozini olimga olib o'yiga